Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshib qoldi yo'q uyma. Cihaddagi niyatning turlari. Jihadda Allah uchun xolis niyatda bo'lish vojib. Chunki Allah mujohidning jihadini niyati faqat Allah uchun xolis bo'lgandala qabul qildi. Shundaq bo'lg'achqa niyat Allah uchun samimiy bo'lishi lozim. Chunki mujohid jihadda o'ltirilishi mumkin. Agar uning amalida ixlos bo'lmasa, u o'tkazayotgan fursat qaytib kelmaydi. Mujohidlarning niyatlari ularning maqsadlariga asosan har turlik bo'ldi. Mujohidlarning niyati bir qancha turlik bo'lib, har bir turining o'ziga xos hukmi bordir. Birinchi, ba'zi mujohidlar qilgan jihodi bilan faqat Allah roziligini maqsad qildi. Chunki buningga loyiq bo'lgan zot faqat Alloh taolodir. Shunga u zot bandalarni jihodga buyurgan va uni farz qilgan. Alloh bandalarning bu ibodatni qilishini yaxshi ko'rdi va qilganlarni mukofotlaydi. Shuning uchun mujohid jihodga mushu niyat bilan oldirish kerak. Mana bu mislsiz ulug' niyat uchun mujohid Alloh roziligini ko'zlaydi. Hamda oxiratdagi savob va mukofotlarni sanab yurmaydi. Bu xil turdagi kishilar oz bo'lib, ular mavjudotning g'oliblaridir. Ikkinchi, ba'zi mujohidlar islomni qo'g'dab, Allohning kalimasini oliy qilish va aziz qilish, kofirlarni va ularning botillarini xor qilish maqsadida jihodga chiqadi. Yuqorqi ikki turlik niyatning to'g'riliqida va Allohning dargohida u ikki xil niyat sabablik baxtga erishadiganligida hech shak yo'q. U ikki turlik mujohidning ixlosiga dalolat qiladigan ishlar o'zining qilgan amali va jihodini maxfiy qilishga tirishish, o'zidan sodir bo'lgan ortiqchilikdan faxrlanmaslik, o'z amali va jihodining birarsinimi boshqalar tarafidan tilga ilinmasligini orzu qilish. Buning bilan faqat Allohning dargohidagi ajrni umid qilish. Uchinchi, ba'zi mujohidlar qilgan jihodi sabablik jannatga, uningdagi savob va ne'matga erishishini, shundaqla do'zaxdan va uning azobidan nijot topishni maqsad qildi. Bu ko'pchilik mujohidlarning niyati bo'lib, ularning maqsadi jannatga erishish va do'zaxdan nijot topish bo'ldi. Ba'zi olimlar bu maqsad shahidlik martabasiga erishishga yetarli bo'lmaydi degan. Lekin to'g'risi bu maqsadda va ajr elish maqsadida jihad qilish bo'lsa, shahidlik martabasiga erishishga yetarli bo'ldi. Buningga oyat, hadis va sahobalarning ish izlari dalildir. Allah Taala mujohidlarni jannatga va uning ne'matlariga qiziqtirib mundoq deydi. Innalloha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Shubhisizki Allah mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib setib oldi. Alloh taolo jihodning mu'minlar uchun do'zaxdan nijot topqizguvchi foydali tijorat ekanligini ko'rsatib mundoq deydi. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Ey müminler, sizlarga
sizlarni qattiq azobdan qutuldiradigan bir tijoratni ko'rsatib qo'yaymi? Allohga va uning payg'ambariga chin iymon etqaysizlar. Allohning yo'lida milinglar bilan, jininglar bilan jihad qilgaysizlar. Agar bilsanglar, sizlar uchun bu yaxshidir. Shunda qilsanglar, Alloh sizlarning gunohinglarni mag'firat qildi. Sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Doimiy turalg'i bo'lgan jannatlardagi go'zal saroylarda turg'izdi. Bu cho'ng muvaffaqiyatdir.